Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan akalar, xudo xolasa mana keyingi zakaz eshik romlarimizni ham o'rnatib bo'ldik. Bu yerda ikkita eshik, ikkita romimiz bor. Hafta kuniga bugun payshanba 2026-yil 12-mart. Xudo xolasa bu eshik romlarimizni o'zimiz Andijon viloyati Boshomolga o'rnatdik. Holatlarni bemalol ko'rib baho berishinglar mumkin. Xudo xolasa bu eshiklarimiz laklangan variantlarida. Xo'p, bir sloy gruntovka, ikki sloy lak sepilgan holatlarini bemalol ko'rishinglar mumkin. Do'sa eshiklarimizga doimgidek rezinkalari qo'yilgan, yon qismiga, xo'p, tepa pastlariga rezinkalar qo'yilgan. Kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, obuna bo'lish tugmachasini bosib qo'ysalaring, xudo xolasa keyingi shunaqa qo'yib borayotgan ishlarimizni kuzatib borishga muyassar bo'lasizlar. Sizlardan so'raladigan bir dona like, shunaqa eshik rom degan akalarga podpisa qilib qo'ysalaring, xudo xolasa qo'ldan kelgancha xuddi shunaqa qilib sifatli qilib berishga harakat qilamiz. Bu lakimiz eshik romni bir tutag'ini yoki bir aybini yopmaydi. Borini ko'rsatadi. Holatlarni bemalol ko'rishlar mumkin. Bu eshikdan ko'ringlar, bu eshikdan ko'ringlar. Romlarimizni ko'rsatayım mana. Bu razmerlariga kelsak, bu eshiklarning razmeri 1.22 yuqori 5, romimiz razmeri 1.30 ga 1.70 razmerda. Holatlarini bemalol ko'rishinglar mumkin. Bu ukamiz ham bizni internetda ko'rib, qarindoshlar ko'rgan, qildirgan, tavsiya qildi. Mana qo'ldan kelgancha sifatli qilib berdik. Ko'ring. Eshik romlarni ko'ring. Bemalol aybi bo'lsa aytdi, boshqa qilib tavsiya qiladiganlarga bemalol nima qila olasiz. Ko'rdim, zo'r ekan. Akamiz aytgandek, uydagilar internetda ko'rib zakaz qilishgan, kelishdi, o'rnatishdi. Menga ham juda yoqdi. Sizlarga ham tavsiya qilaman. Ishlariga prosta bomba ishladi. Yaxshi. Zo'rmi? Zo'r qolganlarga xudo xolasa o'zim tavsiya qilaman. Oynalari oq oynada kelishilgan holatda, oynalari gullik, germetiklangan doimgidek, tepalari gulsiz. Yorug' tushish sababiga oq oyna qilganmiz, yorug'lik kerak ekan. Nima deymiz endi, bemalol murojaat qilib, bizning manzil Andijon viloyati Buloqbosh tumani Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 549 7401. Musofirda yurgan akalarimiz hammalari tan jarohati bo'lsin. Ularga musofirda yurgan akalarimizga imo ham ochib qo'yganmiz. Bemalol imo orqali ham murojaat qilishlari mumkin. Holatlari xudo xolasa juda a'lo darajada. Eshiklarimizni qalinligiga kelsak, hop 4,5 sm. Mana oshim-oshimga ko'rsatib qo'ying, mana 3 ta oshim-osh qo'yganmiz. Eshiklarning bellariga ham, tepa past yon qismlariga ham yo'q mana oshim-osh qo'yilgan. Zamoylarimiz original ideal zamoy, xudo xolasa xizmat qiladi. Yana bir bor kanalimizda yangi mehmon bo'lib kuzatib turgan akalar bo'lsa, like'larni bosib, kimga shunaqa yog'och eshik rom bo'ladimi, NDF eshik rom bo'ladimi, bemalol murojaat qilishlari mumkin. Oshna og'ayni aka ularga podpisa qilib qo'ysa, xudo xolasa ishlarimizni ko'rib, bemalol telefon qilsa, kelishilgan holatda vodiy bo'ylab dastlabki ustunovkamiz bor. Voha tomonlarga kelishilgan holatda. Shuni ham aytib qo'yay, birinchi o'rinda vodiy bo'ylab nech pul dogovor qilsak, o'zimiz borib o'lchab olamiz, 1 so'm pul olmaymiz, bordi keldiga, o'zimiz borib o'rnatib, yana joy-joyiga qatirib beramiz. Ko'rsatayman mana mo'malarni ham. Yana bir bizning manzilimizni aytib qo'yaylik. Bizning manzil Buloqbosh tumani, Andijon viloyati, Usta Iqboljon. Telefon nomerlarimiz 549 74 01. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Bizga kuzatishda davom etinglar, like'larni bosib, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz. E'tiborlar uchun rahmat. Duoda keyingi ishlarimizni ham xuddi shunaqa qilib qo'yib borib, videolarni internetga joylab qo'yib borishga harakat qilamiz. Hammalarga rahmat, qo'llab-quvvatlab turasiz degan umiddamiz.